Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Sherin Bullaq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda payg'ambarimizning Madina safaridagi yo'liqqan ishlarni qismlarga bo'lib o'qib 4-qismini o'qib tugatgan edik. Endi 5-qismga keldik. 5. Səfər davamında Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Əbu Bureydiga yo'liqdi. U qavmi cəmiyyəti içində katta obro'li kishi idi. U bu qitim Quraysh doiralari e'lon qilgan zo'r miqdordagi mukofotni qo'lga keltirish tamasida Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm və Əbu Bakr roziyallohu anhuni izlab chiqqan edi. U Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bilan 100 turana görüşüb fikirləşkəndən keyin şu yerning o'zida billa chiqqan 70 kishi bilan musulmon bo'lganligini e'lon qildi va darhol beshidagi sallisini ilib nayzisiga chigib aminlik va tinchlik elchisi jahonni adli adolatga to'shqizish uchun keldi deganni bildiradigan alam bilan ko'tarib oldi. 6. Madinaga borgucha bo'lgan orliqda yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu bilan uchrashdi. U musulmonlarning Shamdan qaytib kelayotgan tijorat karvoni bilan billa edi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga va Abu Bakr roziyallohu anhuga oq raqtin birdan to'n kaygizib yo'lga soldi. Quba kentida shodliq. Payg'ambarlikning 14-yili bu hijriyaning 1-yili hisoblanadi. Rabiul avvalning 8-kuni, milodiya 622-yil 9-oyning 23-kuni dushanba payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Quba kentiga yetib keldi. Urva ibn Zubayr roziyallohu anhu mundaq degan: Madinadagi musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Makkadan chiqib ketganligini anglagan edi. Shunga ular har kuni atdigan Madinaning sirtidagi Harra degan soyliqqa chiqib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kelishini kutatdi. Kun qizib, soyda turish mumkin bo'lmagandilar ondan qaytib kirishatdi. Ular bugunmi xeyli uzoq saqlagandan keyin qaytib kirishdi. Ular qaytib uylariga tarqalgandan keyin Yahudilarning bir kishi o'zining bir ishi bilan ularning qal'alaridan bir qal'a ustiga chiqqan edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va uning hamrohlarining keng ketgan sayda oppoq kiyim bilan bir ko'rinib, bir ko'rinmay kelayotganligini ko'rib o'zini tuta olmay: "Ey arablar jamiyasi, sizlar taqozo bo'layotgan mo'tavaringlar ana!" deb to'g'rilatdi. Buni anglagan musulmonlar darhol qo'zg'alib, qurol yaroqlarini elib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qarshi elish uchun otlandi. İbn Qayyum rahimahullah mundaq deydi: Xuşalliq sadosi va takbir ovozi Bani Amru ibn Avf mahallasidan yangrab ketdi. Musulmonlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sog'-salomat yetib kelganligiga xushal bo'lib takbir aytadi. Kishilar taraf-tarafdan uning bilan ko'rishish uchun kelmoqda edi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishib, uningga qizg'in salom beradi va uningga payg'ambarlik ikromini bildiradi. Ular atrofni o'rib olib to'p-to'p bo'lib mengishadi. Temkinlik payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga to'liq yarashgan edi. Bu vaqtda uningga Alloh taolaning u chaqda Alloh uning madadkoridir. Jibrilmi uning madadkoridir. Müminlərinin yaxşılarımı onun mədədkarıdır. Ulardan başqa pərişlərmi onunğa yölənçikdir. Degan ayeti nazil bo'ldi. Qur'on Karim Sura Tahrim 66-sura 4-oyat. Urva ibn Zubayr roziyallohu anhu yana mundaq degan: Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga chiqishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular bilan o'ng tarafga burilib minib, Bani Amru ibn Avf mahallasiga berib tushdi. Bu kun Rabiul avval oyining 8-kuni dushanba edi. Abu Bakr roziyallohu anhu o'ra turib kishilarni qabul qilyotdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning yanida jim o'tiradi.
Şoňa Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemni karşı ilüş üçün çıkan ensarlardan burun onu körmegenler Ulul Ebu Bekri razıyallahu anhu'nun aldığa kelip salam berişke başladı. Bir çağda Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem oturgan yerge aptap düşüp kılıvidi. Ebu Bekri razıyallahu anhu üstüdeki rıdasını silip Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemge saýban kılıp saýdytyp durdy. Şu an kişiler Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemni tonuvelişdi. Bütün Medine ahalisi kızgın kayfiyatqa çömdi. Çoğun kiçik hemmisi Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemni kütüveliş üçün çıqqan idi. Bu gün Medine tarixida mislisiz şadlığa tolgan bir gün boldy. Yahudilarmı Həbiquq Peýgamberning haqiqatan Allah'ның rahmeti Tayman tarafından kelgen Quddus, yani ayıp nuqsanı xali ruh, Faran tağlarından kelidu degan bisharatlarning rastligini öz ko'zi bilan ko'rib elishdi. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem Qubada Kulsum ibn Hadam degan kishining uyiga tushdi. İbni Haysamning uyiga tushdi deguvchilarmi bor. Ali ibn Ebu Talib razıyallahu anhu Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemden ayrılıp Mekke'de 3 gün durup kişilerinin Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemdeki algı belgelerini öz jayıga karar tapqızıp etip piyade yolga çıktı. Ahiri Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemnin keyinden yetip gelip Quba kentide Kulsum ibn Hadamning uyida uçraşdı. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem Qubada Düşembe, Seyşembe, Çarşembe ve Peýşembe 4 gün turdy. Ve bu jarayanda Quba mescidini bina qılıp, onunda namaz okudy. Şunun bilen bu mescid Peýgamberlikden keyin taqvadarlyk asasida bina qılıngan tunji mescid bulup qaldy. 5-nji güni Cüme günü boluvidi. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taalanyň emri bilen tögüsige mindi ve tögüsini Bani Neccar Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemning bovusynyň ata tarap tağlary. Bani Neccar mahallisi tarapga haýdydy. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem ulary çakyryş üçün adam äwetge idi. Ular kılıçlarını isip, neyzlerini kötürüp, hürmet karavulları süptide Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemning aldyga hazır boldy. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem ularni ägeşdirip Medine tarapga qarap ilgirledi. Bani Emru ibn Avf mahallisiga kelgende cüme namazının vaqti boldy. Şunun bilen Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem ular bilen hazırqı Betni Vadi degan joydagi mescidning o'rnida cüme namazını okudy. Ular 100dek adam idi. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemning Medineye kirişi. Cüme namazdan keyin Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem Medineye kirdi. Şunundan etibaren Yesrib dep atılgan bu kadimi şehir Medinetun Nebeviyye, yani Peýgamber şehri dep ataldı. Tövende bunu qısqartıp Medine şehir dep ataýmyz. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem Medinege qadam teşrif qılgan bu gün tarihi ähmiýetge ige, untulgusyz şadlyk kayfiyatyga çömgen bir qutluk gün boldy ki, öýler, goýla aramlar, koç-koylar ve reste doqmuşlar qızgın medihe sadalary ve tebrik alqışlary bilen toldy. Ensarlarning qızlary şadlyk ve hoşallyk tentenisiga mas keltirip tövendeki misralarni okuýdy. Resulullah tulun aydek çiçip nur, çıkıp geldi seniye tul vidadin. Xudaga şükri kılmak bizge lazım, birer adem kol üzmüsila duadin. Musulmallarga makbul ushbu dinni, Resulullah ilip geldi Xudadin. Ensarlar gerçi hemisi öy aramları azade, dövletman, zerdar kişiler bolsumu, lekin ularning her kandığı Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemni öz üyge düşürüşünün koyda idi. Şoňa Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir koça, her bir qoruğunun aldıdan össe, ular derhal onun tögüsünün çuluverini tutulup, Heş-beş dügiçe haldı xurucun, qoral yarak, esvab saramjallarını tartqışlap turvalatdı. Bu çağda Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem ularga
Tögünü öz ixtiyarıga qo'yutinglar. U Allohning amri bilan mangıdı, deydi. Şunun bilan tögə ixtiyari yürətdi. Hətta bir çağda hazırkı Peyğəmbər məscidinin ornuğa yetib kelibidi, tögə taxtla çöküb yatdı. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm texi tögüsüdən düşküçə bolmağa idi, tögə yenə qozğulub azraq məngib toxtadı. Andın o, yenə iki yeniğa bir qarıb etib, keynigə yenib kilib, dəstəbki ornuğa çöküb yatdı. Şunun bilan Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm tögüdən düşdü. Bu joy Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin tağları, Bəni Neccar cəmiyyətinin təvəlligi olub, tögünün bu yerə kelib toxtishi Allah Taala'nın orulaşdırışı bilan bolğan idi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin başdıla öz tağlarınkiga düşüb, bu arqılıq ularını hörmətligisi bar idi. Bu çağda həmmə adam Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmni biznikiga baraylı, deb ailəsiga təklif qilish bilan bo'lib qoldi. Arada Abu Ayyub Ansari raziyallahu anhu allıburun Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin yük taxtlarını düşürüb üyiga akirib bolğa idi. Şuna Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm kishi yük taxtları bilan bilib buludu, dedi. Əsəd ibn Zurarə raziyallahu anhu kelib Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin tögüsünün çulverini tutqunicha uyiga yetilab ketdi. Şunun bilan tögə unikida turdi. İmam Buxari rahimahullah Anas raziyallahu anhudan rivoyat qilgan hadisda Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm uruq tuqqanlardan qaysının uyi yaqinroq deb so'ragaydi. Abu Ayyub raziyallahu anhu mening uyim yaqinroq ey Rasulullah, mana bu oldimizdagi bizning uy, avu ko'ringini bizning darvoza, dedi. Bu çağda Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm undaq bolsa sen berib bizge aram aldıgan joy tayyorlig'in, devidi. Abu Ayyub raziyallahu anhu əmsə Allah'ның berkiti bilan o'rninglardan turinglar deb ularni uyiga boshlab ketdi. Bir qancha kundan keyin Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmning ayoli Savda, qizlaridan Fatima, Ummu Gülsüm, Usama ibn Zayd və Ummu Ayman raziyallahu anhumalar Mədinəyə yetib gəldi. Ular bilan billa Abdullah ibn Abu Bakr raziyallahu anhu atasının bala çaqlarını billa elib kelgan idi. Ularning ichida Oyisha raziyallahu anhuma bar idi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmning yana bir qizi Zeynəb eri Abul Asning yanında qilib qoldi. U bu qitim hicret qilolmadi. Badri urushidan keyin ondan hicret qilib chiqdi. Oyisha raziyallahu anha mundaq degan: Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm və onun sahabeləri Mədinəyə kelgandan keyin bitab, bedhallik kesiliga giribtar bo'lib qilishdi. Cümleden Abu Bakri və Bilal raziyallahu anhumalar bu kesilga giribtar bo'ldi. Bir kuni men ularning yeniga kirib, "Ata, o'zing qandaqroq? Ey Bilal, sening ahvolingchi?" deb so'radim. Abu Bakr raziyallahu anhuga tepkisli yesla bunu misralarını aytdi. Hamma odam o'z uyida shirin yatar, biroq o'lim qosh kirpikda uni marar. Bilal raziyallahu anhuning dard alimi bir oz pasaysa, yangroq ovozi bilan bunu she'rlarni o'qiydi. Aya naqsham bilan yayrab qunarman mu bayavanda, yenimda muңdishim izhir jalili hem hayotimda. Kelurman mu haman bir kun majinna su buloqiga, ko'ringaymu ayon ko'zga shoma tebhil hayotim ya mamatimda. Shuning bilan men Rasulullah sallallahu alayhi va sallamning qishiga kelib ahvolini so'radim. U: "Ey Allah, biz Mekkani yaxshi ko'rganimizdek birga Madinani yaxshi ko'rsatkin, ya uningdimi bekrak yaxshi ko'rsatkin. Madina kasallardan xoli qilg'in. Madinaning o'lcham tarozilariga barakat ato qilg'in va uningdagi tab kasalligini jufiga yetkivatkin" deb duo qildi. Hurmatli o'qirman,
Mana mushu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning da'vat hayotidan bir qismi, ya'ni islom da'vatining Makka davri asosan oyoqlashdi. Bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tarjima holi yozilgan Sherin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Madinadagi hayoti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Madinadagi hayotini tuvandagidek 3 bosqichga bo'lish mumkin. Birinchi, Madinada parakandichilik va har xil fitni fasodlar yamrab, ichki jihatda qalaymaqonchiliklar ko'p yuz bergan. Tashqi jihatda dushman kuchlar Madinaga tajovuz qilib, musulmonlarning hayoti va mol-mulki og'ir xavf ostida qolgan o'tkinchi davr bosqichi. Bu ansiz bosqich Hijriyaning 6-yili Zulqayda 11-oyda Hudaybiya shartnomasining imzolanishi bilan oyoqlashdi. Ikkinchi, Makka mushriklari bilan tinchlik kelishimini o'rnatish bosqichi. Bu bosqich Hijriyaning 8-yili Ramazon oyida Makka fathi qilinish bilan oxirlashdi. Ham bu davr har qaysi el podshohlarini islomga da'vat qilish bosqichi bo'lib qoldi. Üçüncü, cimi xaloyiqlar top-top bo'lib Alloh taolaning diniga kirish bosqichi. Bu har qaysi qabila aymoqlar va qavm jamoatlarning Madinaga el bo'lib elchi avatish to'lqini yuqori pallaga ko'tarilgan bosqichdir. Bu bosqich Hijriyaning 11-yili Rabiul Avval 3-oydan boshlanib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lganga qadar davomlashdi. Birinchi bosqich Madinaning hijrat mezgilidagi vaziyati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Madinada ahvoli bir-biriga tubdan o'xshamaydigan munda 3 xil tabiqadagi odamlar bilan to'g'ri va odil munosabat o'rnatishiga to'g'ri keldi. U yana har bir tabiqadagi kishilardan xarakteri o'xshamaydigan turli masalalarga duch keldi. Birinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oq ko'ngil va sabti sahobalari. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Ikkinchi, texicha iymon etmay turayotgan mushriklar. Ular Madinadagi yerlik qabila aholilari edi. Uchinchi, Yahudilar. Ular arablarga nisbatan yot millat edi. Ashabilarga nisbatan duch kelgan masalalar shuki, Madinadagi sharoit Makkadagiga o'xshamaydi. Ular Makkadagi cheg'ida garchi fikr jihatda birlikka kelgan, inoq, birla maqsad, birla nishonga qarab ilgirlayotgan bo'lsa-mu, lekin ular kelib chiqishi bir-biriga o'xshamaydigan xilma-xil oilalardan edi. U ko'chadan bu ko'chaga qo'g'ilib yuratdi. Ularning hokimiyat ishlariga azroqmi aralashish huquqi yo'q bo'lib, barliq huquq dushman kuchlarning qo'lida edi. Shunga u yer, ya'ni Makkada insoniyat jamiyatida bo'lishga tegishli esil fazilatlar mujassamlashgan bir islomiy jamiyat barpo qilishga qodir bo'lolmagan edi. Shuning uchunmi Qur'on Karimning Makkada nozil bo'lgan suralarining faqat islomiy aqida prinsiplar va har bir shaxs amal qila olishi mumkin bo'lgan shariat ahkomlarini bayon qilish va yaxshi odam bo'lish, xayri ehsonlik bo'lish, axloqliq bo'lish va razillik pastkashliklardan xoli bo'lishga targ'ib qilish bilan cheklanganligini ko'ramiz. Ammo Madinada-chu, bu yerda musulmonlarning huquqi boshdan oxir o'zining qo'lida bo'ldi. Hech kishi ularning ustidan hukmronlik qamchisini o'ynatolmadi. Әмді ularga yükselish, taraqqiyot, turmushni yaxshilash, igilik tiklash, siyosat belgilash, hukumat tashkil qilish, tinchlik o'rnatish,
və tinchlik o'rnatish uchun urush qilish, halol harom, taat ibodat və adab axloq deganga o'xshash hayotiy dunyoning ishlarini inchiklab tartibga silish və o'ngshash uchun barligi bilan atinish fursati yetib kelgan edi. Shundaqla o'zaro hamkorlashib, har qaysi jihatda jaholiyat jamiyatiga o'xshamaydigan insoniyat dunyosidagi har qandaq bir ilg'or jamiyatdan alohida ustun turadigan va 10 yil mobaynida musulmonlar mislsiz jafo mushaqqat badaliga tarqatgan bu islom davlatining vakillik mahsuli bo'la oladigan yangicha bir islomiy jamiyat qurib chiqishning vaqti soati yetib kelgan edi. Hammaga ayonki, har qandaq bir jamiyatni mushu yo'sinda barpo qilib qurib chiqish bir kun, bir oy yoki bir yilda bitadigan ish emas edi. Balki uningga jamiyat a'zolarining ong saviyasini tadrijiy yuqori ko'tarish, oliyjanob fazilatli ishlarga ko'ndirish va ta'lim-tarbiya orqali yetaklash bilan birga din va shariat ahkomlarining takomillashishi va qonun, amr farmonlar to'liqlanib kishilarning harakatining shariat andisisiga tushishi uchun ma'lum jarayon ketadi. Alloh taolo bu shariatning amr farmon, qonun nizomlarini mukammallashtirib berishga kepil edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning ashu shar'iy qonunini ijro qilishga, uningga onglik rioya qilishga yetaklashga va musulmonlarni tarbiyalab yetishtirib Alloh taoloning Allah ümmetlerge yani yezishni va o'qishni o'qimaydigan arablarga ularning ishidan bir payg'ambarni yani Muhammad sallallohu alayhi va sallamni avatdi. U yani payg'ambar ularga Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Ularni gunohlardan pok qildi. Ularga kitobni yani Qur'onni va hikmatni yani payg'ambarning sunnatini o'rgatdi. Qur'on Karim Sura Jumaa 62 sura 2 oyat degan oyatining ko'rsatmasi bo'yicha to'g'ri nishonni bo'ylab yo'l boshlab mengishga mas'ul bo'ldi. Sahaba kiram raziyallohu anhumlar Qur'on Karimga butun vujudi bilan yuzlandi. Ular Qur'on Karimning ahkom va amr farmonlarini o'zlashtirishga oldiraydi va har qandaq bir ahkom nozil bo'lsa, xushallik bilan qabul qiladi. Xo'sh, bu masalalarni tafsili bayon qilish bizning tadqiqot mavzuyimiz emas. Shunga biz bu haqda mushunchalik to'xtalamiz. Bu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning musulmonlarga nisbatan hammadan avval qilishga tegishli ishi, shundaqla islom da'vati va ilohiy elchilikning asosiy nishoni bo'lsa-mu, lekin u yanada undaq jiddiy masala emas edi. Chunki uningdan boshqa bu yerda yuqorida aytganimizdek jiddiy hal qilishga tegishli bir qancha masala mavjud bo'lib turibdi. Birinchi, musulmonlar masalasi. Ular ikki qismga bo'lingan bo'lib, biri o'zining tug'ilib o'sgan makoni, ana yurti va mol dunyosi ichida aman eson va g'amsiz yashayotganlar. Undaqlarning kundalik turmush lozimatliklaridan o'zga g'am andisisi yo'q bo'lib, ular ansarlardir. Ansarlar azaldilla o'z orasida qattiq surkilish va adovat o'tlari o'chmay kelgan bir xalq edi. Ularning yanında yana bir bölük musulmonlar bor edi. Ular muhojirlardir. Ularning hamma narsa yo'qolgan. Ular Madinaga orollar jinini joylab chiqib olishgan. Ne ularning panohgohi, ne turmushni qamdash uchun ishlaydigan ish o'rni, ne ularning jahondorchilik qilib turg'idek mablag'i yo'q edi. Bu musofirlarning sonimi oz emas edi. Balki texi kundan kunga ko'payotdi. Chunki Allohga va Allohning rasuliga iymon keltirgan har qanday bir kishining hijrat qilib chiqishi farz qilib bekitilgan edi. Hammaga ayonki, Madina iqtisodiy taraqqiy qilgan boy shahar emas edi. Shunga uning iqtisodiy vaziyati
tezla davalg'ushqa uchirdi va mushunda qiyinchilik paytida islom diniga o'chmanlik qilg'uchi dushman kuchlar Madinaga qarata yerim iqtisodiy jazo yurgizganlikdan Madinaning sirtdan kiradigan tovar miqdori ozlab ketib, xalqning turmushi zo'r darajada daxliga uchirdi. Ikkinchi, Madinadagi yerlik xalqlar orasidagi texicha musulmon bo'lmay turayotgan mushriklar masalasi. Ularning musulmonlar bilan hukmronlik talashqulik kuch madori yo'q edi. Ularning ishidagi bir qismlar bu yangi dinga nisbatan dargumon bo'lib, ajdodlarining tutgan yo'lini tashlag'usi kelmay, ishkilinib turayotgan bo'lsa-mu, lekin islom diniga va musulmonlarga qarata dillarida adovat va suiqasd planlab yurmaydi. Undaqlar uzoq o'tmayla ixlosmon mo'min bandalardan bo'lib ketdi. Ularning ichida yana Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga va musulmonlarga qarata ko'ngilda qattiq o'chmanlik va eg'ir adovat saqlab yuradigan bir bo'lak kishilar bor edi. Lekin ular musulmonlarga oshkora jang e'lon qilolmaydi. Balki texi zamonning shat sharoitiga biqib, musulmonlarga qarata noiloj do'stlik va sadoqat izhor qilib yuradi. Bularning katibishi Abdullah ibn Ubay ibn Salul degan kishi bo'lib, Avis va Xazraj qabillalari Buas urushidan keyinla uni o'zlariga sardor podshoh qilib tiklib olmoqchi bo'lgan. Buningdan ilgari ular biror kishi atrofiga bundaq uyushib birlikka kelgan emas. Va uningga toj kiygizib, xonlik maqomiga ko'tarish uchun unchi marjon tizib xonlik toj tayyorlayotdi. Ushtumtut Madinaga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kelib qilib, kishilar uningdan yuz o'rib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yuzinib ketdi. Shundaq bo'lmagan bo'lsa, u Madina xalqiga podshoh bo'lay deb qolgan edi. Shunga u Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni mening bo'lg'usi xonlik o'rnimni tortib oldi deb qaraydi va uningga astirtin o'chmanlik saqlab yuratdi. Ammo u Badri urushidan keyin vaziyatning uning uchun foydasiz tarafga yuzinayotganligini va mushundaq sherik aqidasi bilan turaversa, dunyoviy manfaatlarda nurg'un naftin quruq qoldiganligini ko'zda tutib, o'zining tashqi jihatda musulmon bo'lganligini og'zaki jakarlab qo'ygan edi. Lekin u dilida kufrdan voz kechmagan edi. Abdullah ibn Ubay Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga va musulmonlarga ziyonkashlik qilgudek fursat bo'lsa-la qo'ldan bermaydi. Va uning u podshoh bo'lgan taqdirda erishish ehtimol bo'lgan amal mansablardan mahrum qolgan kandidat amaldor odamlari uningga yaqindan hamdamda bo'lib, uning suiqasdlik planlarini ishga oshirishga kuchab madad beradi. Texi ular ba'zida o'zlarining bu razil planini amalga oshirish uchun ayrim voqealarni paydo qilib, qisman sodda musulmonlarni qilqon va laqshigir o'rinda ishiltatdi. 3. Yahudilar masalasi. Ular yuqorida so'zlab o'tganimizdek Hijoz tavallikiga Ashurilar va Rumliklarning zulmidan qochib kelib qolgan xalqdir. Ular aslida İbran millatiga tava xalq bo'lsa-mu, lekin ular Hijozga ko'chib ketgandan keyin kiyim-kechak, til va madaniyat qatorliq jihatlarda tamoman arablashib ketgan edi. Ularning qabila nomlari va shaxslarning ismlari mu arabcha atalgan edi. Hatto ular bilan arablar orasida xudo bojilik va kuy o'g'illik munosabatlari borliqqa kelgan edi. Lekin ular o'zlarining millat irq tavallikini qat'iy esidan chiqarmay, arablarga mutlaq qo'shilib ketmagan edi. Balki o'zlarining Isroil, Yahudi millati bo'lganligidan faxrlanadi. Arablarni bo'lsa intayin haqir, tuvan ko'radi. Ularni madaniyatsiz yovvoyi maxluqlar, tuvan tabiqadagi savossiz to'mpaylar degan ma'noni ifodalaydigan ummi, tug'ilma xalq degan atalg'u bilan ataydi. Arablarning mol-mulkini yevilish ular uchun durust, qandaq usul bilan yevolsa bo'ladi deb qaraydi.
Bu toğırda mundaq ayet var. Ular, ümmilərinin miliğa xiyanət qılsaq, bizga günah bulmaydı. Yani bizning dinimizdə bulmağanların malları bizga haram emas, dedi. Qur'on Kerim Sure Al-İmran 3. Sure 75. ayet. Ularning din tarqitish qizg'inliqimi yo'q edi. Ularning diniy sarmoyasining bor yo'qi faqat falchilik, sehrgarlik, damkashlik, duogo'ylik va hokazolar bo'lib, ular shu narsalar orqali o'zlarini bilimlik, fozil, ruhiy yetakchilar deb qaraydi. Yahudlar hunarvanchilik, tijorat va maishat fanlariga mohir xalq edi. Şuna açlıqdan, yel yemiş, şeker haraq və kiyim-kechak qatorliq tijoratlar asosliqi shularning qo'ldan chiqatdi. Ular açlıq, rəxt və haraq şaraplarını sirtdan kirgizib, xurma qatorliq yerlik mahsulotlarni sirtqa chiqaratdi. Buningdan boshqa yana nurg'un pul tepish usullari bor bo'lib, buning bilan arablardan hassilab foyda oladi. Ular yana buning bilanla qanoatlanib qolmay, jazonxo'rlik bilan shug'ullanadi. Ular arab pishvolari va yurt oqsoqollariga shoirlarning madhiyalariga erishib olishi va xaloyiq orasida yaxshi nom qozonib olishlari uchun sarf qilishga uzun muddatli qarz berib, ularning yer zamin, bog'-varon va dal-daraxtlarning hammasini go'riga tutadi. Keyincha asta-asta hiliqi yer zaminlarning hammasini o'zlarining mulk zaminiga aylantirib oladi. Ular hiligar, qora niyat, suiqasdchi, fitnaxo'r va aldamchi tabiatlik bo'lib, hadislar qo'shni arab qabillalari o'rtasida adovat va o'chmanlik urug'ini chachatdi. Va bu qabillalarga sezdirmasdan o'zlarining yoshurun hiyla nayranglarini ishqa silib, ularni o'zaro so'qishga soladi. Şuna qo'shni arab qabillalari necha avlod davom qilgan qonliq urush qatlangchiliklarida davomli jiddiy holatda o'tgan edi. Qachonki bu urushlarning o'tlari uchib, is-tutaklari tarqalishga boshlasa, ularning zaharli qo'llari yana ko'say bo'lib, urush zidilarini qayta tadilab, arab qabillarini rosa kushkurtib qo'ygandan keyin darhol o'zlarini chatga ilib, bu becharalarga kelgan keshmishlarni tomosha qilib qarab turadi. Ular texi buni ozdab, urushayotgan har qaysi taraflar chiqimidan qo'rqib urush to'xtatmasin uchun ularni yuqori o'simli qarz bilan ta'minlab turadi. Ular bu suiqasdi orqali bir chalmada ikki paxtakni tang so'qatdi. Ya'ni ular bu jihatdan o'zlariga xos to'polondan tug'ash o'g'irlaydigan xususiyatga varislik qilsa, yana bir jihatdan hasallab o'stirib, jazoniga pul berib, o'z iqtisodiy unumiga erishadi. Hicret mezgilida Madinada asosli 3 cho'ng Yahudi qabilasi bor edi. Ular Bani Qaynuqa qabilasi. Ular Xazraj qabilasining ittifoqdoshlari bo'lib, o'ltiraq o'rni Madinaning ichiga joylashgan edi. Ikkinchi Bani Nazir. Uchinchi Bani Qurayza. Mazkur ikki qabila arablardan Avis qabilasining ittifoqdoshi edi. Bu ikki qabilaning o'ltiraq joyi Madinaning sirtidirek bo'lib, shahar atrofiga yaqin edi. Mana bu 3 putliq Yahudilar uchiga Avis va Xazraj qabillalari o'tirsida uzoq zamonlardan beri urush o'tlarini yalqunjitib, pasib qolsa ulg'aytib keldi. Hatta texi bu as urushida har qaysi Yahudilik qabillalari o'zlarining ittifoqdoshlari bilan bir taraf bo'lib bevosita jangga qatnashdi. Mana bu 3 putliq Yahudilar o'chiqi Avis va Xazraj qabillalari o'tirsida uzoq zamonlardan beri urush o'tlarini yalqunjitib, pasib qolsa ulg'aytib keldi. Hatta texi bu az urushida har qaysi Yahudi qabilalari o'zlarining ittifoqdoshlari bilan bir taraf bo'lib bevosita jangga qatnashdi. Yahudilarning islom diniga qarata o'chmanlik va adovat nazari bilan qaraydiganligi tabiiy edi.
Chunki bu dinning payg'ambari ularning millatidan bo'lmay qoldi. Shundaq bo'lgan bo'lsidi, ularning nafsoniyati, bilarmanligi va chekidan oshgan millatchilik asabiyligi oz to'la taskin tepib qolar edi. Uning ustiga islom davlati kishilar orasidagi gina adovat dog'larini yuyib, chejilang'u qabillarni inoq o'tishga tashabbus qiladi va ishlarda samimiy, oq ko'ngil bo'lishqa, tijoratda to'g'ri, adil yo'lni tanlab, halol va pokiz rizq bilan ko'payishga chaqirdi. Bu tashabbus Yasrib, Madina tavalligida uzundan beri tirkishib kelayotgan arab qabillarini o'zaro aplashtirib, inoq qarindoshlardan qilib qo'yishi mumkin. Bu chaqda bu qabilalar Yahudilarning zaharlik changalidan qutulib chiqib oladi-da, ularning tijorat bozori kasodlashatdi va boylik tugminini cho'rgiltayotgan jazonoxo'rlik bozoridami mahrum qoladi. Belki texi bu qabilalar uyg'unib, Yahudilar jazonoxo'rlik yo'li bilan bo'lib olgan ashu mol mulklarni hisoblab chiqishi, andin o'sim uchun Yahudilarga tutqizib qo'ygan yer zamin va bog' vorollarini qaytarib olishga harakat qilishi mumkin edi. Yahudilar islom davlati Madinada yiltiz tortishga boshlagandan beri yuqorqi ehtimolliklarni allaqachon pamlab bo'lgan edi. Şuna ular bu o'yini damolliqqa oshkorlay olmagan bo'lsa-mu, lekin islom diniga va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarata u Madinaga kelgan tunji kundan e'tiboran nihoyatda qattiq o'chmanlik qilib keldi. Yahudilar islom davlati Madinada yiltiz tortishga boshlagandan beri yuqorqi ehtimolliklarni allaqachon pamlab bo'lgan edi. Şuna ular bu o'yini damolliqqa oshkorlay olmagan bo'lsa-mu, lekin islom diniga va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarata u Madinaga kelgan tunji kundan e'tiboran nihoyatda qattiq o'chmanlik qilib keldi. Yahudilarning bu qursoq og'riqlari Ibn Ishoq rahimahulloh Ummul Mu'min Müminlərinin anisi Safiyə raziyallahu anhadan naql qılğan mundaq bir vaqalik bilan aniq oshkorlandi. Safiyə binti Huyay ibn Akhtab raziyallahu anha mundaq degan: "Men atamning va tag'am Yasirlarning eng arzuli qizi edim. Har qachon bularning qishidan o'ssam, ular meni qo'ldan qo'lga ilib o'ynatdi. Boshqa bolalar bilan ancha kori bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga qadam tashrif qilib, Quba kentida Bani Amru ibn Avf mahallasiga tushganda, otam Huyay ibn Akhtab bilan tag'am Abu Yasir ibn Akhtab ikkisi bir kuni attigan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qishiga kirib ketdi. Ular kun o'ltiray deganda andin qaytib chiqishdi. Ular ruhi tushkun va boshlarini tuvan solgan holda nihoyatda ruhsiz so'rilib mang'atdi. Bu chaqda men odatim bo'yicha ularning oldiga o'ynaqshib bordim. Ularning hech qaysi meni quchig'iga ilibmi qo'ymadi. Azbiroy Xudo, men ularning qo'shimisining andishlik turilib qolganligidan hech qaysiga erkilab qaraya olmadim. Men tag'am Abu Yasirning asta ketib etib, otam Huyay ibn Akhtab bilan "Shu-mu? Ha, Alloh bilan qasam, shu. Uni tunumsan va cho'qim shu deb jazmlashtira olamsan?" Ha, albatta. Uningga qarta qanday qarorga kelding? Hayotlar bo'ldi-kan men uningga qarshi kurash qilaman, deyishib manganligini angladim. İmam Buxoriy rahimahullohning Abdullah ibn Salam raziyallohu anhuning musulmon bo'lishi haqida rivoyat qilgan hadisi buni kuchaytirdi. Abdullah ibn Salam raziyallohu anhu Yahudilarning katta ulamolaridan biri edi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Madinaga kelib Bani Najjar mahallasiga tushganligini anglagandan keyin darhol uning oldiga kelib, uningga payg'ambardan boshqa hech kishi bilmaydigan bir qancha savolni tashladi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning savollarga bergan javoblarini anglab, shu hamon uning rost payg'ambarligiga iymon keltirdi. Andin u: "Ey Rasululloh, Yahudilar tuhmatxo'r, yuzsiz xalq.
Ular mening musulmon bo'lganligimni bilib qalsa, sizning oldingdala qarlig'ili turdi. Şoňa avval ulardan mening ahvolimni so'rab baqqin dedi. Şunağa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilarni chaqirishga odam avatdi. Uzoq o'tmay ular yetib keldi. Bu chaqda Abdullah ibn Salam uyga kirib olgan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulardan Abdullah ibn Salam qandaq odam deb so'rdi. Ular, u bizning katta o'limayimiz. O'limaning o'g'li, fozil, yaxshi odamimiz. Yaxshi odamimizning o'g'li. Yana bir iborada bizning kattimiz ham kattimizning o'g'li. Yana bir iborada yaxshi kishimizning o'g'li. O'zi fozil ham fozil kishining o'g'li deyishdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem navada Abdullah ibn Salam musulmon bo'lsa qandaq qaraysizlar dedi. Ular birdek cho'qqan ko'tirishib 2-3 qitimdan Allah o'z panoyida saqlag'ay deyishdi. Şunun bilan Abdullah ibn Salam raziyallohu anhu ularning oldiga chiqdi-da. Bir Allohdan boshqa hech iloh bir haq yo'q. Haqiqatan Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ның bendisi ve elçisidir deb guvohlik beraman dedi. Yahudilar, "U numussizning pushti" deyishib uningga haqorat qilg'ili turdi. Yana bir iborada Abdullah ibn Salam raziyallohu anhu "Ey Yahudilar jamoasi, Allohdan qo'rqinglar. Yoki yegona Alloh bilan qasamki, sizlar bilisizlar. U cho'qim Allohning payg'ambari. Uning ilib kelgan dini haq" degaydi ular. "Yolg'on aytding, yolg'on" deb cho'qirishib ketdi. Mana bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ge kirgen kunila Yahudilardan algan tunji sınaq idi. Demek, bularning hammasi ichki jihatdagi foydasiz omillar idi. Ammo tashqi jihatda yanala islom dinining ashaddiy dushmani Quraysh mushrikleri bo'lib, ular 10 yil mobaynida, ya'ni musulmonlar ularning qo'l ostida mahkum bo'lib turayotgan mezgilda musulmonlarga qo'rqitish, tahdid silish, har jihatdan qisish, och qo'yish va jazolash siyosatlarini yurgizib, chidag'usiz azob oqibatlarni yog'dirdi va ularga tartiblik, nishonliq, ta'tir tashviqot ilib berib, ideya jingi qo'zg'adi. Musulmonlar Madinaga hijrat qilmoqchi bo'lib edi. Ularning mol-mulk, uy-bisot va yer zaminlarga chang silib, uni musodara qilib oldi. Ularni bola-chaqa, xotin-qizlardan ayirib etdi. Balki texi qo'liga tushibla qolganlarni hapsiga oldi va qiynab azobladi. Ular buninglik bilan cheklanmay, da'vat yetakchisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni öldürüp, uni ve onun davetini bırakla yok qilish suiqasdini planlashdi. Bu suiqasdni icra qilishda qilcha bexastalik qilmadi. Balki qo'lidan keladigan barliq yovuzliklarni qildi. Va mushu ishlardan keyin musulmonlar 500 kilometr yiroqlikdagi bir zaminga jinini joylab berib berindi. Ular yana o'zining haram aholisi, Beytullahning boshqurg'uvchilari bo'lish sifati bilan arablar orasidagi diniy va siyosiy o'rni va ustunligidan foydalanib, keng ko'lamda siyosiy hujum qo'zg'ab, Arab yerim orolining har qaysi bulung pushqoqlardagi arab mushriklarini Madinaga qarshi turishga kuch kiritib, hatto Madinaning iqtisodining yerimini qamal qilib olish holatiga qistab keldi. Natijada bu yerga panohlanib kelayotgan musofirlarning soni kundan kunga eshiyotgan bir paytda uning sirtdan kiradigan kirim miqdori borgan-sari ozlab ketdi. Shuning bilan Makkalik zo'migar tog'utlar bilan musulmonlar o'tirsida bu yangi vatanda pat arada cho'ng bir urushning yuz berishi muqarrarlashib qolgan edi. Ahvol shundoq tursa, qandaqsiga yuz berishi muqarrarlashib qolgan bu urushqa musulmonlarni sababchi degili bo'lsin.
Musulmonlarmı özlerining mol-mulk va uy ziminlari musadara qilinganidek, bu zolimlarning mol-mulklarini musadara qilishi va ularning musulmonlar ustidan o'ynatgan qonliq qamchilarini ularga tanglishi yo'lliq. Xuddi musulmonlarning hayotimi og'ir xavf ostida qoldirganidek, ularning hayotimi xavf ichida qoldirilishi va turmush yo'llariga to'salg'u qiyinchiliklarning paydo qilinishi zarurdir albatta. Qısqası, musulmonlarmı ularning musulmonlarga tutgan pozitsiya va harakatlariga asosan muomala qilishi kerak. Shunda qilgandila, ular musulmonlarni yo'qotish va ularni tüp yildizni quritish degan xom xiyoldan voz kechib, tinchlik yo'lini tanlashi mumkin. Mana bular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Alloh taolaning elchisi, ummatning diniy rahbari va qo'shinning qo'mondoni bo'lish sifati bilan Madinaga qadam bosgan dastlabki mezgilda duch kelgan hal qilishi zarur bo'lgan masalalar edi. Haqiqatan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinada o'zining payg'ambarlik rolini obdan joriy qildirdi va har bir qavmga o'ziga loyiq mehr shafqat mukofotini yetkazdi va yoki jazo sharobini ichkizdi. Keng qo'lliqlik, apuchanlik, marhamatlar o'ch ilish va qattiq qo'lliq qilishdan hamisha g'olib keldi. Oxiri bir qancha yil ichida yerim orolning siyosiy huquqi islom dinining va musulmonlarning qo'liga o'tdi. Muhtaram kitobxonlar, tuvandagi bayonlardan bularni texmi ro'shan bilib olaymiz. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Kela qitim ko'rishayli, xayr xo'sh.